Nodar Dumbadze qo'rqmang, onajon. Bu kitobning bosh qahramoni tap tortmas yigit Jakeli, uning serqirra va murakkab hayoti ko'plab yoshlar hayotiga juda yaqin. Sarkash fe'li sabab u ko'p bora turtki yeydi. Sinovlarga duch keladi. Jakeli institutga kirish uchun tayyorlanadi. Sevadi va seviladi. Vaqti kelib esa harbiy xizmatga jo'naydi. Ammo uni doimo yetimlik g'ussasi ta'qib qiladi. Chunki onasi avtohalokatda vafot etgan. U ko'ngliga taskin topish uchun onasi bilan go'yibona suhbatlashadi, dardlarini aytadi. Chegarachilar hayoti uni chiniqtiradi, qarashlarini o'zgartiradi. Jakeli his-tuyg'ularga lim-molim holda beva ayolni sevib, muhabbat azobini boshdan kechiradi. Harbiy xizmat oxirida esa suyukli insonidan va jajji ayiq bolasi Merabchikdan ayriladi. Endi nima bo'ladi? Bu savolga javobni Nodar Dumbadzening hayajonli va ta'sirchan Qo'rqmang, onajon romanida topasiz.